tomonidan ish berish tashabbusiga ko'ra bekor qilish taqiqlangan. Aprel, may oylarida bo'lib olishga kelishdik deb agarda o'z ixtiyori bilan men shu og'ir ishni qilaman, aynan homiladorligi sababli bevosita ijtimoiy tarmoqdagi bunday vaziyatda Samping qoidalari mavjud. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzu, ya'ni bugun biz o'zaro suhbatlashadigan mavzumiz bu mehnatga oid maxsus kafolatlar, ya'ni maxsus imtiyozlar haqida Mehnat kafedrasi o'qituvchisi Alisher Botirov bilan birgalikda muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Bag'oyat xursandman shunday podkastlarga taklif qilganlaring uchun. Albatta bunday podkastlar aholini huquqiy bilimlarini oshirishga, keyin amaliyotda bo'layotgan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Biz ham tashakkur etamiz. Ya'ni taklifimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun. Demak, podkastni boshlaymiz. Xo'sh, birinchi podkastda o'sha olib borish tartibi qisqacha savol-javoblar orqali olib boramiz va bizda birinchi savol bevosita amaliyot bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni hozirgi vaqtda Mehnat kodeksining 392-moddasiga, ya'ni homiladorligi yoki bo'lmasa farzandlariga borligi sababli ishga qabul qilishni rad etishni, ishdan bo'shatishni yoki ish haqqini kamaytirish bilan, ya'ni taqiqlash bilan bog'liq holatlarda qanchalik amaliyotda ko'proq duch kelinyapti ustoz? Albatta bu birinchi navbatda Konstitutsiyamizda 42-moddasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan norma hisoblanadi. Keyinchalik shu Mehnat kodeksida ham o'z tasdig'ini topdi. O'sha 392-moddaga kiritildi bu norma. Ya'ni aynan homiladorligi sababli ishga qabul qilishni yoki mehnat shartnomasini bekor qilish hollarini oldini olish maqsadida ushbu normalar ishlab chiqilgan. Endi buni amaliyotda to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilayotganligi masalasi hozirgacha deyarli ochiq qolgan. Chunki ba'zi bir holatlarda ish beruvchilar boshqa sabablarni ko'rsatgan holda, aynan homiladorlik emas, aynan boshqacha sabablarni ko'rsatgan holda, misol uchun o'sha tegishli ishlarga ish staji yetmasligi yoki tegishli ishlarda ma'lumoti yoki toifasi yetmasligi bahonasini qilib ishga qabul qilishni rad etish holatlari kuzatiladi. Lekin bizda Mehnat kodeksida 119-modda bor. 119-moddani talabiga ko'ra, agar mehnat shartnomasi bekor qilish yoki ishga qabul qilish rad etiladigan bo'lsa, o'sha shaxs ishga qabul qilish rad etilish asosini yozma tarzda berishni so'rab olishi mumkin. Aynan shu qoida sababli ham xodimlar o'zini huquqlarini kodeksning tegishli normalari bilan himoya qilishi mumkin hisoblanadi. Rahmat. Demak, hurmatli tomoshabinlar, o'sha yuqorida siz aytib o'tganlaridek, ma'lum bir chiroyli qo'shiq navbatidagi vajlar bilan sizni ish beruvchingiz bo'shatgan taqdirda ham sizning huquqlaringiz albatta qonun himoyasida. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Mehnat kodeksining 293-moddasi bo'yicha gaplashamiz. Xullas, ayollar mehnatini muhofaza qilish bo'yicha qo'shimcha choralar haqida fikringizni bayon etsangiz, albatta bir savol tug'iladi. Aytaylik, ayol kishi agarda o'z ixtiyori bilan men shu og'ir ishni qilaman, menga shu og'ir ish mos keladi deb ariza bersa, ish beruvchi bu arizani rad etishi qanchalik to'g'ri bo'ladi deb o'ylaysiz? Xo'p, bunday vaziyatda albatta normativ hujjatlar oldimizga keladi. Bunday vaziyatda Samping qoidalari mavjud. 2018-yilda o'sha Samping qoidalari qabul qilingan. Aynan 18 yoshgacha bo'lgan qizlar va ayollar uchun ko'tarishi mumkin bo'lgan yuklar kilogrammi belgilangan. Agar o'sha kilogramdan oshib ketadigan ishlarni qilish majburiyati yuklanadigan bo'lsa xodimga, bunda ayollarni mehnatidan foydalanish mumkin emas bo'lib qoladi. Ya'ni bunday ishlarga ayollarning mehnatidan foydalanish noqonuniy tarzda amalga oshirilgan bo'ladi. Agar bunday ishlarga o'sha ayol kishi ishga qabul qilingan taqdirda ham Mehnat kodeksining 168-moddasi 1-qismi 4-bandiga ko'ra, ya'ni ishga qabul qilishda doir qo'shimcha qoidalarni buzish oqibatida ishga qabul qilish amalga oshirilganligi uchun Mehnat kodeksining 168-moddasiga ko'ra ikkala tarafga bog'liq bo'lmagan holda mehnat shartnomasi bekor qilinishiga olib kelinadi.
Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savolimiz bevosita 394-modda bilan bog'liq bo'lib, ya'ni ushbu moddada ayrim holatlarda yengil ishga o'tkaziladi degan tushuncha bor. Shu yengil ish tushunchasining huquqiy mezoni va umuman olganda 394-moddaga o'z sharhingizni bersangiz. Aha. Demak, Mehnat kodeksining 394-moddasidagi ayollar yoki o'sha bola parvarishlashni amalga oshirayotgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha kafolatlar belgilangan. O'z navbatida bu qo'shimcha kafolatlar aynan tibbiy xulosaga muvofiq berilishi ko'zda tutilgan. Bu tibbiy xulosa o'sha 60-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Shu 60-sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan bu yengilroq ishlarga o'tkazish tibbiy xulosa berilishi va tibbiy xulosa TIEK, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan berilishi nazarda tutilgan. Ya'ni bu o'z-o'zidan amalga oshmaydi. O'sha ish o'rinlari attestatsiyadan o'tgan bo'ladi, ishning qiyinlik darajasi belgilangan bo'ladi. Agar TIEK, ya'ni tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi bunday ishlarda bu ayol kishi yoki o'sha homilador ayol ishlay olmaydi, buni sog'lig'i ko'tarmaydi degan xulosani beradigan bo'lsa, biz uni yengilroq ishlarga o'tkazishimiz shart hisoblanadi. Bu ham o'sha tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasini xulosasida yengilroq ishlarning ro'yxati, tavsiya etiladigan ishlar ro'yxati belgilanadi. Aniqlik kiritganingiz uchun tashakkur. Keyingi savolimiz ham bevosita shu modda bilan bog'liq bo'ladi va albatta yodimizda saqlashimiz kerakki, huquq va huquq, ya'ni xodimning ham bevosita ish beruvchi, ya'ni tadbirkorning ham huquqlarini birdek himoya qilinadi. Shu bo'yicha nega ish hajmi yoki xizmat ko'rsatish normasi kamaytirilsa ham xodimning ish haqqi kamaytirilmasligi shart. Bu yerda qonun chiqaruvchi iqtisodiy mantiqdan ko'ra ijtimoiy himoyani ustun qo'yganini qanday izohlaysiz? Ya'ni tanganing boshqa tarafini ham ko'rish bu qanchalik adolatli? Demak, sizning fikringizcha ish hajmi kam, lekin oylik avvalgidek to'lanyapti, shundaymi? Demak, agar bunday vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta ijtimoiy xususiyat inobatga olingan hisoblanadi. Bunday normalarni ko'p holatlarda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, o'zimizni soha vakillarida ham shunday norma belgilangan. Ya'ni pedagoglar haftasiga 36 soatdan ko'p bo'lmagan miqdorda ishlashadi, ya'ni qisqartirilgan ish vaqti rejimida ishlashadi, lekin 40 soat uchun haq to'lanadi. Bunday qisqartirilgan ish vaqti uchun hech qanaqa oylik ish haqidan kamaytirish holatlari kuzatilmaydi. Xuddi shuningdek, ayollarga ko'proq imtiyoz, kafolat berish maqsadida ham shunday normalar keltirilgan. Ya'ni bu ayolni ko'proq ijtimoiy holatlarda qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy qilingan norma hisoblanadi. Navbatdagi savolimiz, demak, 2 yoshga to'lgan bola parvarishini amalga oshirayotgan ota-ona yoki ulardan biri yokida o'sha vasiylarni boshqa ishga o'tkazishga nisbatan o'z sharhingizni, ya'ni shu Mehnat kodeksining 395-moddasiga tushuntirishingizni iltimos qilamiz. Albatta, Mehnat kodeksining 25-moddasi, 25-bobida ko'plab boshqa ishga o'tkazish holatlari keltirilgan. Ulardan biri ham shu 395-moddadagi keltirilgan asos hisoblanadi. Demak, bu vaziyatda agar 2 yoshgacha bola parvarishlashini amalga oshirayotgan shaxslarga bu kafolatlarni berishdan maqsad bola bilan ko'proq birga bo'lish amalga oshirilishini nazarda tutadi. Ya'ni agar xodim tungi ishlarda yoki og'ir ishlar bilan band bo'ladigan bo'lsa, bunda bolaga qarash uchun vaqti yetmasligi yoki imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shunday vaziyatlarda yengilroq ishlarga o'tkazish maqsad qilinadi. Bunda o'sha bolaga ko'proq vaqt ajratish hisobidan bo'ladi. Albatta, bola tarbiyasi har doim muhim, ya'ni har doim birinchi o'rinda turadi. Xo'sh, navbatdagi savolimiz juda bir qiziq savol, ya'ni bizda odatda o'sha xodimlar o'rtasida turli xil chalkashliklar bo'ladi. Misol uchun ulardan biri 397 va 398-moddalarni, ya'ni almashtirib, ba'zida chalkashtirib qo'yishadi. Oddiy jon tilda tushuntiradigan bo'lsak, qaysi hollarda xodim kamroq ishlab to'liq oylik oladi-yu va qaysi holatlarda ishlagan soatiga yarasha haq oladi. Buni huquqiy farqi nimada deb o'ylaysiz?
Ha, demak, bunda ko'proq o'sha to'liq ish vaqtini to'liqsiz ish vaqti rejimi bilan qisqartirilgan ish vaqti rejimi nazarda tutiladi. Birinchi moddamizda, ya'ni Mehnat kodeksining 397-moddasida qisqartirilgan ish vaqtiga ko'proq to'g'ri keladigan norma belgilangan. Bunda o'sha budjet tashkilotlarida, aynan budjet tashkilotlarida, xususiy tashkilotlarda emas, budjet tashkilotlarida o'sha bola parvarishini amalga oshirayotgan shaxslarga ish vaqtini qisqartirilgan davomiyligi belgilanishi mumkin. Ya'ni umumiy belgilangan soatdan 1 soatgina kamaytirib, ishni ertaroq tugatib, uyiga ketishga ruxsat beriladi. Bunda ish haqi hech qanaqa kamaytirilmaydi, lekin 398-moddada bunda o'sha ayolni yoki o'sha bola parvarishini amalga oshirayotgan shaxsni iltimosiga binoan to'liqsiz ish vaqti rejimiga o'tkazilishi mumkin. Bu to'liqsiz ish vaqti rejimi aynan yana tibbiy xulosaga muvofiq belgilanadi. Bu tibbiy xulosa ham TIEK tomonidan belgilanadi. Ya'ni o'sha parvarishga muhtoj, bu bolaga ko'proq vaqt ajratish kerak degan xulosani beradigan bo'lsa, o'sha TIEKning xulosasiga binoan keyin o'sha xodim iltimosnoma kiritadi ish beruvchiga. Shu iltimosnomaga asosan ish vaqtini to'liqsiz ish vaqti rejimiga o'tkazgan holda ish haqini ham kamaytirishi mumkin bo'ladi. Lekin qisqartirilgan ish vaqti bilan to'liqsiz ish vaqtini aynan farqi, bittasida ish vaqti kamaytiriladi-yu, lekin oylik ish haqi to'liq to'lanadi. Lekin to'liqsiz ish vaqti rejimida ish vaqti kamaytiriladi. Shunga mutanosib ravishda normalar ham kamayib, oylik ish haqi ham kamayishiga olib keladi. Aniqlik uchun rahmat. Keyingi savolimiz bevosita 398-modda bilan bog'liq bo'lib, 398-moddada shunaqa norma ketadi, ya'ni oilada betob oila a'zosi bo'lganda ularni parvarishlash uchun ham imtiyoz berilgan. Amaliyotda betoblik darajasi qanday aniqlanadi va savolimizda davomi oddiy ambulatoriya ma'lumotnomasi yetarlimi yoki bu aynan doimiy parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi qanaqadir tibbiy xulosa bo'lishi kerakmi? Demak, Mehnat kodeksida ham o'sha tibbiy xulosa jumlasi ko'p ishlatilgan. Shu tibbiy xulosa asosan 60-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan bog'langan hisoblanadi. Ya'ni bu tibbiy xulosa tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tomonidan beriladi. Shu tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasida o'sha shaxsni holatda o'rgangan holda shu parvarishga muhtoj degan xulosani beradi. Shu xulosaga binoan shu Mehnat kodeksining 398-moddasida keltirilgan kafolatlar, imtiyozlar berilishi mumkin bo'ladi. Oddiy ambulator sharoitidagi mana bu poliklinika tomonidan beriladigan tibbiy xulosalar o'tmaydi yoki tibbiy ma'lumotnomalar. Aynan kodeksda tibbiy xulosa jumlasi ishlatilganligi uchun bu tibbiy xulosa o'sha TIEK tomonidan berilishi nazarda tutilgan. Navbatdagi savol, bu juda qiziq savol, ya'ni amaliyotda ko'p uchraydi. Mehnat kodeksining 399-moddasida qo'shimcha dam olish kunlari keltirilgan, shu bilan bog'liq bo'ladi. Agar xodim, aytaylik, bir necha oy davomida ushbu qo'shimcha dam olish kunidan foydalanmasa-yu, u kunlar saqlanib qoladimi? Ya'ni yil yakunida barchasini jamlab kichik ta'til sifatida ishlatish mumkinmi yoki bu huquq har oy oxirida kuyib ketadimi? Demak, bu Mehnat kodeksining 399-moddasida nazarda tutilgan ta'til ijtimoiy ta'til hisoblanadi. Ijtimoiy ta'til Mehnat kodeksining 239-moddasiga ko'ra boshqa muddatga ko'chirilishiga yoki pulli kompensatsiyaga almashtirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni biz uni jamlab turib olishimizga yo'l qo'yilmaydi. Buni o'sha tegishli oy tugagan vaqtgacha olishimiz mumkin. Undan keyin o'sha ta'til qo'sh tirnoq ichida kuyib ketadi. Ya'ni biz undan foydalana olmaymiz. Keyin ba'zi bir vaqtlarda o'sha mehnat shartnomasi bekor qilinganda, men o'sha ta'tillardan foydalanmaganman, o'sha ta'tillarimni ham beringlar deb xodimlar chiqadi. Lekin o'sha ijtimoiy ta'tilning xususiyatiga ko'ra u boshqa vaqtga ko'chirilmaydi va pulli kompensatsiyaga almashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Keyingi savol o'sha 400-modda bo'yicha nikohdan ajrashganlar ham yolg'iz ota-ona sifatida qayd etiladimi? Ya'ni agarda sobiq xotin birga yashayotgan bo'lsa, lekin qonuniy ajrashgan bo'lsa, ish beruvchi bu imtiyozni berishni rad etishga haqlimi yoki majburmi? Demak, sizning savolingiz bo'yicha ajrashgan bo'lsa ham kafolatlar beriladimi, yo'qmi?
Bunda endi qonuniy ajrashgan yoki ajrashmaganligini biz o'sha qonuniy yo'l bilan FHDYO tomonidan beriladigan guvohnoma asosida tasdiqlab berishimiz mumkin. Bu guvohnoma o'sha er xotinni ajrashganligini tasdiqlab beradi. Biz uni ajrashganligidan keyin birga yashashidan qat'iy nazar ular yolg'iz ota yoki yolg'iz ona sifatida baholanadi. Bu imtiyozlarni berishimizga to'g'ri keladi. Ular birga yashaydimi, yashamaydimi, biz uni tasdiqlab bera olmaymiz. Bitta tasdig'i bor edi, nikoh bor edi. U nikoh ham bekor bo'lib ketgan. Endi biz qonuniy yo'l bilan uni kafolatlarni berishdan mahrum qila olmaymiz. Demak, navbatdagi savolimiz Mehnat kodeksining 401-moddasi bilan bog'liq bo'ladi. Ish beruvchi bilan kelishilgan holda ta'tillardan bo'lib foydalanishi mumkin deb huquq berilgan xodimlarga ana shu kelishuvni o'sha huquqiy doirasi qanaqa bo'ladi? Demak, Mehnat kodeksining 401-moddasiga to'xtaladigan bo'lsak, 401-modda talabiga ko'ra, bu o'sha 12 yoshga to'lmagan 2 yoki undan ortiq farzandi bilan farzandini parvarishlash bilan bog'liq bo'lgan holda beriladigan bu ta'til aynan tegishli ish yili davomida beriladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ijtimoiy ta'til hisoblanadi. Kodeks 401-moddani normasida bu qo'shimcha ta'til sifatida keltirilgan. Ammo ijtimoiy ta'tilning xususiyatiga qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir sabablarga ko'ra, ma'lum bir asoslarga ko'ra belgilanadi. Shu sababli ham Mehnat kodeksining 401-moddasidagi ta'tilni ijtimoiy ta'til deb olishimiz kerak. Demak, bu ijtimoiy ta'til tegishli ish yili davomida belgilanadi. O'sha xodim ishga kirgan vaqtdan boshlab 12 oy davomidagi vaqt bir ish yili deb ataladi. Shu ish yili davomida shu kamida 4 kundan iborat ta'til berilishi kerak. Keyingi ish yiliga ko'chirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ammo shu 4 kunlik ta'tilni, kamida 4 kunlik ta'tilni o'sha ish yili davomida bo'lib ish beruvchi bilan xodim o'rtasidagi kelishuvga ko'ra amalga oshirilishi mumkin. Endi bu kelishuv aynan yozma tarzda shu ta'tilni tegishli ish yil davomida shu mart, aprel, may oylarida bo'lib olishga kelishdik deb hujjat tuzish shart emas. Og'zaki kelishib, o'sha buyruqda ko'rsatib ketsa ham bo'ladi. Endi buni o'sha tegishli ish yil davomida 4 kalendar kundan iborat ta'tilni berishga ish beruvchi majbur hisoblanadi. Lekin shu ish yilidan o'tib ketgandan keyin xodim bu ta'tilni talab qila olmaydi. Albatta, rahmat. Keyingi savolimiz, demak, shunaqa norma borki, Mehnat kodeksida 12 yoshgacha bo'lgan bolalar soni agarda 2 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, masalan 4 ta deylik, qo'shimcha ta'til kunlari miqdori ham oshirilishi kerakmi yoki 4 kun bu eng yuqori chegarami? Demak, Mehnat kodeksining 401-moddasiga ko'ra, yuqorida ham aytib o'tdim, kamida 4 kun deyilgan. Bu ish beruvchi bilan kelishilgan holda 8 kun, 10 kun, 12 kun tarzda ham berilishi mumkin. Ammo bu kodeks belgilangan talab faqatgina o'sha 2 yoki undan ortiq bo'lgan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun belgilanadi. Agar bolalar soni oshadigan bo'lsa, bu muddat to'g'ridan to'g'ri oshmaydi. Kelishuvga ko'ra ish beruvchi bu miqdorni oshirishi mumkin. Lekin bu faqatgina 2 ta bola uchun belgilanmaganda, 4 ta bo'ladigan bo'lsa, buni oshirish nazarda tutilmagan. Eng kam kafolat belgilanadi, uni oshirish yoki oshirmaslik ish beruvchini zimmasida bo'ladi. Demak, 4 kun majburiyat, 4 kundan ortig'i, demak, ixtiyoriy imtiyoz, erkinlik desa ham bo'ladi. Demak, navbatdagi savolimiz, homilador ayollarga tibbiy ko'riklar uchun o'rtacha ish haqi saqlangan holda beriladigan bo'sh kunlar berilishi shart deb atalgan. Aytingchi, bu kunlarning aniq soni yoki limiti mavjudmi yoki ular ham o'zaro kelishuv orqali belgilanadimi? Albatta, bu kunlar soni Vazirlar Mahkamasi qarorida belgilangan, qonunchilikda mavjud. 832-sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan antinatal, ya'ni tug'ruqgacha bo'lgan parvarishlash uchun bo'sh kunlar berilishi o'sha tug'ruqgacha 7 marotabani tashkil qiladi. Kamida 7 marotaba tug'ruqgacha ish beruvchi o'sha xodimga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun alohida qo'shimcha kunlar vaqt berish kerak. Bunda o'sha homilani rivojlanayotganligi, boshqa ta'sirlarni yo'qligini tekshirish maqsadida ham tibbiy ko'riklardan o'tish
shart hisoblanadi. Bu kunlarning miqdori aynan kamida 7 marotabagacha bo'ladi. Agar qo'shimcha tibbiy ko'riklardan o'tish shart hisoblanadigan bo'lsa, ish beruvchi bilan kelishgan holda 7 marta emas, 10 marta, 15 marta ham amalga oshirsa bo'ladi. Navbatdagi savolimiz ijtimoiy tarmoqlarda keskin va qizg'in bahslarga sabab bo'ladigan savol, ya'ni homiladorlik va tug'ish ta'tili haqida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Vazirlar Mahkamasining o'sha 796-sonli qarorini sodda va aniqroq tushuntirib bersangiz. Xo'p, so'nggi paytlarda bu qaror, ya'ni 796-sonli qaror bo'yicha ko'plab bahs munozaralar bo'ldi. O'sha mehnat qonunchiligi vakillari ham o'zini o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlari bilan bu normativ hujjat haqida ko'plab tushuntirishlar berib o'tdi. Demak, hozirgi yangi o'zgarishlar hisobida homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqani va vaqtincha mehnat loyihasizlik varaqasi ochilgandan keyin bu banlishning nafaqasini olish uchun shaxsda aynan sug'urta staji bo'lishi kerak hisoblanadi. Sug'urta staji nima? O'sha daromad solig'idan ma'lum bir qismi o'sha sug'urta badallari hisobida davlat ijtimoiy sug'urtasi hisobiga o'tkaziladi. Shu sug'urta badallarini hisobiga, har oyda to'lanadigan sug'urta badallari hisobiga xodimga sug'urta staji yoziladi. Shu sug'urta stajini inobatga olgan holda homilador ayolga homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqa berilishi mumkin. Aynan homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqani miqdori o'sha sug'urta stajiga bog'liq bo'ladi va olishi ham shu aynan sug'urta stajiga bog'liq hisoblanadi. Bunda kamida 10 oylik sug'urta staji bo'ladigan bo'lsa, o'sha xodim o'rtacha oylik ish haqini kamida 75% miqdorida nafaqa olishi mumkin bo'ladi. Agar 10 oylik sug'urta staji bo'lmaydigan bo'lsa, mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, bunda homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqa berilmaydi, afsuski. Endi bu o'zgarishlardan ish beruvchilarni ham moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy qilingan deb aytishimiz mumkin. Va agar xodim sug'urta stajini o'zi yuritmoqchi bo'lsa va homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqani olmoqchi bo'lsa, sug'urta badallarini o'z hisobida ham amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Va o'sha 2026-yil 1-yanvargacha bo'lgan vaqtdagi holatlar bo'yicha ham sug'urta stajini o'rniga hisoblanadigan davrlar ham mavjud. Misol uchun o'sha sug'urta badallarini xodim shu vaqtgacha o'zi to'lagan bo'lsa yoki ish beruvchi tomonidan to'langan bo'lsa yoki ijtimoiy soliqlarni to'lagan bo'lsa, o'sha davrlar sug'urta stajiga o'tadi va o'sha tegishli sug'urta stajlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, xodim homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqani olishi mumkin bo'ladi. Agar xodimda sug'urta staji 10 oyga yetmaydigan bo'lsa, afsuski homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqa berilmaydi. O'tganligilar ham o'tadi, shunda. O'tganligilar ham o'tadi. Keyin yana boyagi davlat ishida ishlaydiganlar borki, xullas budjet tashkilotida ishlaydiganlar bilan budjetga kirmaydigan tashkilotda ishlaydiganlarning to'lanishi har xil bo'ladi deb eshitgandim. O'zi rasmiy ishda ishlanganda 12% soliq olinadi-ki, o'shani ichiga kirib ketadimi sug'urta? Ha, ichida ketadi. U xodimga aloqador emas. Alohida yana qo'shimcha summa undirilmaydi. Shu 12% ichida ketadi. Sug'urta staji bo'lmaydigan bo'lsa, nafaqani ola olmaydi. Yana ijtimoiy tarmoqda, adashmasam Instagram ijtimoiy tarmog'ida shunaqa komment kelganda, ya'ni bir shaxs, bir ayol ikkita rasmiy ishda ishlaydi va uni dekret pulini hisoblash tartibi, ya'ni protsedurasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, hozirgi tartib bo'yicha xodim asosiy va o'rindoshlik ishida ham birdaniga o'sha vaqtincha mehnat loyihasizlik varaqasi uchun nafaqani va homiladorlik va tug'ish ta'tili uchun nafaqani alohida olishi mumkin. Asosiy bilan o'rindoshlikni farqi ham shunda. Bunda alohida mehnat shartnomasi orqali ishlanadi. Shu natijasida ham sug'urta badallari ish beruvchi tomonidan alohida to'lanadi va alohida nafaqa summasi hisoblab chiqariladi.
Buni natijasida o'sha nafaqa pullari alohida to'lab berilishiga olib keladi. Bunda o'sha xodim ikkita ishlayotganligi uni nafaqa olishdan cheklamaydi. Bundan tashqari o'sha Mehnat kodeksining 404-moddasida yoki 796-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorida o'rindoshlar uchun tatbiq qilinmaydi degan qismi mavjud emas. Unda umumiy qilib turib o'sha xodimga, ayol kishiga deb ketilgan. Shu sababli ham ayol kishiga alohida mehnat shartnomasi orqali ishlaganligi uchun nafaqa ham ajratilgan holda to'lab beriladi. Rahmat. Navbatdagi savol, qonunchilikka ko'ra bola parvarishlash ta'tillarining faqat 6 yilligina mehnat stajiga qo'shiladi deyilgan. Agar ayolning 4 ta farzandi bo'lsa va u har bir uchun 2 yildan ta'til olsa, demak jami 8 yildan 2 yili stajga kirmay qoladimi shunda? Bu ko'p farzandli onalar uchun qanchalik adolatli? Albatta bunda qonunchilik hujjatini chiqarishda davlatni, xodimni va ish beruvchini manfaatlari ko'zlangan hisoblanadi. Agar xodim bunda ko'p bolali oila bo'lgan taqdirda ham har bir farzandi uchun 3 yoshgacha farzandi 3 yoshga to'lguncha bola parvarishlash ta'tilini amalga oshirishi mumkin. Agar shunday ayollar yoki otalar, yolg'iz tarbiyalayotgan otalar bunday bola parvarishlash ta'tillarini chiqishda davom etib ketadigan bo'lsa, bunda o'sha xodimni majburiyatlari ochiq qolib ketadi. Ya'ni bu natijasida ish beruvchi u xodimni ishga olganligida hech qanday ma'no qolmaydi. Shu sababli ham bunday cheklovlar o'rnatilgan. Ya'ni umumiy hisobda 6 yillik bola parvarishlash ta'tili mehnat stajiga va o'sha pensiyani olish huquqini beradigan stajiga kiradi. Undan tashqari qismi esa bunday stajlarda hisobga olinmaydi. Ya'ni bunda o'sha xodimni ishga chiqib o'zini majburiyatlarini bajarishga undaydi. Agar xodim bolalarni ko'paytirishi natijasida bunday bola parvarishlash ta'tillariga chiqishda davom etaveradigan bo'lsa, uni ishi ochiq qolib ketadi. Buni natijasida ish beruvchi yana bitta xodimni ishga olishi va o'sha huquqiy hujjatlarni ko'paytirishga olib kelishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida va xodimlarga ozgina ishga chiqishga undash, turtki berish maqsadida ham bunday normalar, cheklovlar o'rnatilgan. Rahmat. Navbatdagi savolimiz Mehnat kodeksining 405-moddasiga asoslanadi. Ya'ni ta'til davrida ish joyi saqlanishi qat'iyan kafolatlangan. Bunda shunda bir qiziq savol tug'iladi. Agar xodim ta'tilda bo'lganida shtat qisqarsa yoki korxona boshqa joyga ko'chirilsa, bu xodimni baribir bo'shatib bo'lmaydimi? Bu o'zi mutlaq daxlsizlikmi? Xo'p, demak, Mehnat kodeksining 405-moddasi bo'yicha 3 yoshgacha bola parvarishlashni amalga oshirayotgan yoki umuman 3 yoshgacha bolasi bor ota-onalarni yoki vasiylarni mehnat shartnomasini faqatgina ish beruvchining tashabbusiga ko'ra, ya'ni 161-modda 2-qism 1-bandi, 4-bandi va 5-bandiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin. 3 va 2-bandlari, ya'ni 2-bandi shtatlar qisqarishi, 3-bandi bo'ladigan bo'lsa, o'sha malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli mehnat shartnomasini bekor qilish asosi hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda o'sha ish beruvchilarga qat'iyan cheklov o'rnatilgan. Ya'ni shtatlar qisqarishi va malakasi yetarli bo'lmaganligi sababli mehnat shartnomasini bekor qilishga ish beruvchi tomonidan yo'l qo'yilmaydi. Agar o'sha ba'zi bir holatlarda amaliyotda ham uchraydi, budjet tashkilotlarida o'sha rahbariyatning topshirig'i yoki yuqori turuvchi tashkilotning topshirig'i bilan shtatlar qisqarishi amalga oshiriladi. Bunday shtatlar qisqarishi albatta o'sha tashkilotning o'zida ham inobatga olingan holda 3 yoshgacha bolasi bor oilalarni, o'sha otani yoki onani, vasiyni yoki boshqa qarindoshlarini mehnat shartnomasini bekor qilishda ozgina ehtiyotli choralarni ko'rish kerak. Bunda to'g'ridan-to'g'ri mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin emas. Bunda shtatlar qisqarishi bo'yicha hukumat hujjati qabul qilingan taqdirda ham u
u farzandi 3 yoshdan oshishigacha biz kutib turishimiz kerak bo'ladi. Agar mehnat shartnomasining 161-modda 2-qism 2-bandiga ko'ra, ya'ni shtatlar qisqarishi munosabati bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan taqdirda, o'sha xodim ishga qaytgan vaqtda bu shtatni qayta ochib berish majburiyati ish beruvchiga yuklatilinadi. Chunki qonunchilik normasida to'g'ridan-to'g'ri aytilyapti, keltirilyapti. Bu xodimni ish joyi saqlanadi deyapti. Demak, uni biz to'g'ridan-to'g'ri qisqartira olmaymiz. Shu sababli ham unga qo'shimcha imtiyoz kafolat belgilangan. Ishga chiqqandan keyin agar shtat qisqartirilgan bo'lsa ham, shu shtatni qayta ochib berish majburiyati sud tomonidan ish beruvchiga yuklatilishi mumkin. Navbatdagi savol ham homiladorlik bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni Mehnat kodeksining 408-moddada mustahkamlangan huquqlardan biri homilador ayollar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishga yo'l qo'yilmasligini chegarasini to'liqroq tushuntirib bersangiz. Demak, 3 yoshgacha farzandi bor ota-ona bilan homilador ayoldagi ijtimoiy xususiyat o'zgacha farq qiladi. Bunda 3 yoshgacha bolasi bor ayolni yo otani mehnat shartnomasini o'sha intizomni buzganligi yo boshqa asoslar bilan mehnat shartnomasini bekor qilsa bo'ladi. Lekin aynan homilador ayollarning mehnat shartnomasini tashkilot tugatilishidan boshqa asoslar bilan ish beruvchi tashabbusiga ko'ra bekor qilish taqiqlangan. Negaki bunda o'sha homilador ayol uchun alohida kafolat belgilangan. Chunki bunda o'sha tegishli xalqaro hujjatlarga binoan bola tegishli haftadan keyin aynan bitta shaxs sifatida tan olinadi. Shu sababli ham o'sha bola onani ichida yurganligi sababli, ona bilan birga bo'lganligi sababli mehnat shartnomasini bekor qilishga aynan cheklovlar o'rnatilgan. Ammo o'sha 3 yoshgacha farzandi bor ota-ona yoki vasiy, homiy shunday shaxslar bo'ladigan bo'lsa, ularda ozgina yengilroq toifada u bolasi onadan ajralgan, o'zi harakatini amalga oshira oladi yoki boshqa shaxslarni yollashi ham mumkin. Shunday vaziyatlarda shu ijtimoiy holatdan kelib chiqqan holda shunday farqlar, differensiatsiyalar amalga oshirilgan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi, juda o'rinli savol. Ya'ni ko'p hollarda mana shunaqa yuksak darajada imtiyoz beriladi homilador ayollarga, ya'ni homilador xodimlarga. Ushbu imtiyozdan foydalanishda suiiste'mol qilib foydalanganligi uchun qo'sh tirnoq ichida ish beruvchi jabr ko'rishi mumkin. Asosiy savol shundan iboratki, ish beruvchini huquqiy himoyasi qanaqa bo'ladi? Demak, bunday vaziyatlarda ba'zi bir holatlarda amaliyotda uchraydi. Ba'zi bir intizomsiz xodimlar bo'ladi. Ya'ni ish vaqtiga o'z vaqtida kelmaydi. Buning natijasida biz xodimning mehnat shartnomasini bekor qila olmaymiz. Lekin bizda ish beruvchida bitta imtiyoz bor. Mehnat shartnomasi 157-moddaga ko'ra, ya'ni Mehnat kodeksining 157-moddasiga ko'ra taraflar kelishuviga ko'ra bekor qilinishi mumkin. Bu taraflar kelishuvi turli xil pul summalari evaziga ham amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni kelishuvda ma'lum bir summani berish majburiyatini ish beruvchi o'z zimmasiga oladi. Shu summani bergandan keyin xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Va bundan tashqari Mehnat kodeksining 301-moddasiga ko'ra xodim intizomni buzganligi, intizomiy qilmish sodir etganligi intizomiy chora qo'llash uchun asos bo'ladi. Bunda hech qanaqa chegara yo'q. O'sha ish beruvchi xodimga intizomiy jazo choralarini qo'llashi mumkin. Mehnat kodeksining 312-moddasida keltirilgan 3 ta jazo turidan bittasini tanlash mumkin. Misol uchun hayfsan yoki 30% gacha jarima qo'llanishi mumkin yoki ichki tartib qoidalarida keltirilgan bo'lsa 50% gacha ham jarima qo'llash mumkin. Shunday ta'sir choralarini qo'llash oqibatida ish beruvchi o'zini straxovka qilishi, o'zini himoyalashi ham mumkin hisoblanadi. Mehnat shartnomasi bekor qilinmaydi, lekin boshqa ta'sir choralari qo'llanishi mumkin. Aniqlik uchun rahmat. Ustoz, keyingi savollar xullas aniq modda bo'yicha bo'lmaydi-da, subyektiv fikrga asoslanadi.
Navbatdagi savolimiz ham bevosita ijtimoiy tarmoqdagi har xil qiziqarli bahslar, deyishimiz mumkin mish-mishlar bilan bog'liq bo'ladi. Haddan tashqari ko'p huquqiy kafolatlar ba'zida teskari effektdan beradi, albatta. Ya'ni ish beruvchining xotin-qizlarni ishga olishda qo'shtirnoq ichidagi ehtiyotkorlik qilishiga sabab bo'lishi mumkin degan xavotirlar ko'p. Biz qonunchilikda ijtimoiy adolatni ta'minlash bilan birga biznes manfaatlarini qanday qilib bir nuqtada birlashtiramiz? Ya'ni oltin ko'prik qayerda bo'ladi? Demak, bu savolga javob beradigan bo'lsak, mehnat kodeksini qo'llaniladigan sohalari, ularni vazifalaridan boshlashimiz kerak. Ya'ni bunda mehnat kodeksi qonunchilikni tatbiq qilishda avvalambor o'sha davlatni, xodimlarni va ish beruvchilarni manfaatlarini tartibga solish uchun normalarni belgilaydi. Endi bunday vaziyatda qaysi ko'z bilan qarashga bog'liq deb aytsak bo'ladi. Agar xodim tomonidan qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir holatlarda ish beruvchining kafolatlari, o'sha ish beruvchilarning huquqlari ko'payib ketgandek tuyuladi. Ish beruvchilar tomonidan qaraydigan bo'lsak, aksincha bo'lishi mumkin. Davlat tomonidan umumiy tarzda qaraganda barchasi teng huquqlidek keltiriladi. Shu nuqtai nazardan ham mehnat kodeksi barchani manfaatlarini tartibga solib o'z ichiga olgan hisoblanadi. Bunda hech qanaqa kimnidir huquqlari ko'payganligi yoki kamayganligi bu normalarni qo'llanishida o'z ta'sirini ko'rsatmaydi degan umiddaman. Shunday deb o'ylayman. Rahmat subyektiv fikrlaringiz uchun va bizda so'nggi va oxirgi savolimiz. Sizningcha bu masalada faqat taqiqlar bilan ishlash kerakmi yoki ish beruvchilarni ham rag'batlantirish vaqti keldimikan? Ya'ni ish beruvchi tomonga ham qanaqadir muayyan imtiyozlarga o'xshash rag'batlar kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bunday vaziyatda ish beruvchilarga o'zi aslida ham ko'plab imtiyozlar, kafolatlar beriladi. Shu so'nggi o'zgarishlarni ham shu savolga javob sifatida keltirishimiz mumkin. 796-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori ham ish beruvchilarga yengillik berish maqsadida joriy qilingan hisoblanadi. Bunda ish beruvchi o'sha xodimga nafaqa pullarini o'z hisobidan emas, balki o'sha jamg'armani hisobidan to'langan badallarni evaziga amalga oshiradi. Shu sababli ham ish beruvchilarni huquqlari sekin-asta tobora normativ hujjatlar bilan keng miqyosda belgilanyapti. Hammaga rahmat va albatta alohida bizni taklifimizni qabul qilganingiz uchun ustoz sizga kattakon tashakkur. Sizlarga ham rahmat. Bunday podkastlarni tashkil qilish oqibatida o'sha natijasida barchani, jumladan xodimlarni, ish beruvchilarni manfaatlarini ko'zlab, ularni huquqiy bilimlarini oshirishga ko'maklashadi degan umiddaman. Rahmat. Sizlarga ham rahmat.